Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 26-dekabr 2025-yil. Ko'rib turganinglar, mana shu ochoqdagi shu noyabr oxirida ekilgan ramanlarimiz yaqinda mana qorli yoqqanlari ham erib nima qilyapti. Mana hozir sal havoli sal sergib nima qilsa, agravalagni o'zini yopib qo'yamiz endi bularni inshaalloh. Xudo xolisa mana ildizlar otib olgan, yaxshi mana bunaqalari baquvvat bo'lib turibdi. Men bittasini yurib ko'rsataman hozir. Ildizlarni ko'rasizlarmi? Mana oq ildizlar chiqarib, yaxshi o'rnashib olgan. Kasetada bo'lgan ko'chat emas, yerda bo'lgan ko'chat. Ito shuni ham mana ko'rib turganinglar, mana shunaqa ildizot anaqa qilgan. Tikda anaqa eriganlarni o'qib turadi. Hatta ko'rib turganinglarda mana shunaqa ildizni ko'rasizlar mana. Yerda bo'lgan ko'chat egilgan o'tga, kasetada emas. Mana ildizlari cho'tki otib olgan. Mana shunaqa baquvvat bo'lib ildizlar otib tursa, xudo xolasa keyin buyog'iga bahorda guppalab anaqa beraman. Mana buni ham mana ko'rib turibsizlar. Ildizlar mana oppoq ildizlar chiqazgan. Ildizlar yerga ancha o'rnashib, yangi baylar chiqazyapti. Baylar qorda ham anaqa qilmagan, yosh bo'lgan anaqasiga so'g'li ta'sir qilmagan. Yam-yashil turibdi baylar ham ko'rasizlarmi? Qorlardan keyin mana anaqalar chiqqan. Buni ustiga agravalakni yopib qo'yamiz inshaalloh. Keyin xudo xolasa bo'laveradi inshaalloh, nasib.